Birinchi kelganimdan keyin doktorim Ranaxonni tuqqanimda ham o'sha doktor tekshiruvlardan o'tkazgandilar. O'sha doktor ekan, baxtimdan ayol kishi. Keyin birinchi bo'lib MRT qilamiz deyishdi. Ko'krakni MRT qiladigani bor ekan. Men o'ylagandim, MRT oddiygina kirib shunaqa MRT qilinadi deb. Yo'q, faqat ko'krakni o'zini MRT qiladigan MRT apparati bor ekan. U narsa juda ham og'riqli, to'g'risi og'riydi. Ko'krakni MRT qilib tekshirganida, lekin shu narsa qilinmasa, ko'kragingizda nechta mastopatiya bor, qanaqa kasalligi bor chiqmas ekan. O'sha MRTni qilib chiqqanimdan keyin ikkinchisi bu UZI. Ko'krakni ko'radigan UZI bor, отдельно. Bu qorin, hamma joyni ko'radigan UZI emas, faqat ko'krak uchun atalgan UZI apparat bor ekan. O'shanda ko'rishdi va haqiqatda ko'krakda dumaloq narsalar bor ekan. Buni sani qo'lingga ushlangani bu 1 santimetrlik. 1 santimetr deb chiqdi. Ko'zim katta bo'lgan. Chunki qo'limga bilindi-da, xuddi nima desam, kichkina toshchaga o'xshaydi, juda ham qattiq narsa. Buni o'zida borlar juda ham bilishadi. Keyin qo'rqib ketdim. Ko'zim katta bo'ldi. Doktorimni ham aytishi bo'yicha, cho'ta buni ko'rinishi juda ham xunuk turibdi. Menga yoqmayapti. Buni chojik komsa qilib ko'rishimiz kerak. Bu chojik komsa degani igna bilan tekshirish, azizlarim. Buni Koreyada agar doktorga ozgina yoqmayjoq bo'lsa, igna bilan tekshirib ko'radi. Haqiqiy aniqlash uchun haqiqiy yomonimi, yomon narsami yoki oddiy mastopatiyami deb. Mastopatiya bo'lganda ham qanaqa mastopatiya? Buni turlari juda ham ko'p ekan. O'rtoqlar, mastopatiyani ham masalan qo'ysa kuzatadigan, qo'yib tursa hech narsa bo'lmaydigan mastopatiya bor ekan. Olib tashlanishi kerak bo'lgan mastopatiya bor ekan yoki so'rilib ketadigan mastopatiya bor ekan. Shuni aniqlashimiz uchun uni tekshirishimiz kerak deb aytishdi. Ishoninglar, o'sha kuni dunyo ko'zimga qorong'i bo'lib ketdi-da. Men birinchi ko'zimga ko'ringan narsa Rano farzandim bo'ldi. Endi nima qiladi? Rano mansiz nima qiladi? Men shuna yomon kasalga chalindimmi deb shunaqangi qo'rqib ketdim, ishonasizlarmi? Turmush o'rtog'imga ham nasliyalar tushib ketdi. Lekin bildirmadi turmush o'rtog'im. Yig'layapman, endi uyga ketyapman. Onam borlar, onamga bildirmaslikka harakat qilyapman. Birinchidan onam xavotir oladilar. Tinchgina meni baxtliligimni, xursandligimni ko'rib O'zbekistonga qaytib ketsinlar deganman-da. Shuning uchun onamga bildirmaslikka harakat qilganman. O'sha ko'kragimni tekshirtirishga borishimda ham ona doktor tekshiruvidan o'tishim kerak ekan. Doktor telefon qildi, shuning uchun boraman deb aytdim. To'g'risini aytmasdan. Keyin chojik komsa, ya'ni igna bilan tekshirishni ham birdaniga Koreyada qilmaydi. Kunini belgilashadi. Agar o'sha kunga vaqt bo'lsa, o'sha kuni qilinadi, lekin menda o'sha kunga vaqt bo'lmadi.